narko laboratoriya faoliyatiga chek qo'yilgan. Bir qancha tezkor tadbirlar o'tkazildi. O'sha giyohvandlik vositalarini qadoqlash uchun kerak bo'ladigan barcha buyumlar topilgan. Tarqatish uchun tayyorgarlik ko'rishgan. 4 ta jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Tadbir davomida 3 kilogramdan ortiq giyohvandlik vositalarini tarqalishi oldi olindi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, e'tiboringiz markazida Jamoliddin Nasimov. Bugun Toshkent shahrida giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining savdosiga chek qo'yishga qaratilgan tezkor tadbirlar haqida gaplashamiz, fikrlashamiz va sizga aniq bo'lgan ma'lumotlarni berib o'taman va tezkor tadbirlarda olingan original tasvirlarni e'tiboringizga taqdim etaman. Demak, ichki ishlar organlari va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkent shahrida giyohvandlik vositalarini tarqalishi, sotilishi, umuman olganda muomalasiga qarshi keskin kurash olib borilmoqda. Bir qancha tezkor tadbirlar o'tkazildi. Ana shu tezkor tadbirlarni sizlarga taqdim etish maqsadida mazkur videoni yozyapman. Demak, Mirzo Ulug'bek tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida narko laboratoriya faoliyatiga chek qo'yilgan. Narko laboratoriyani 2 nafar shaxs, biri ayol, biri erkak tashkil qilganligi aniqlandi. Tezkor xodimlar tomonidan o'tkazilgan maxsus tadbir davomida u yerda katta miqdordagi prekursorlar va giyohvandlik vositalari, o'sha giyohvandlik vositalarini qadoqlash uchun kerak bo'ladigan barcha buyumlar topilgan va daliliy ashyo sifatida olingan. Agar ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan mana shu tezkor tadbir o'tkazilmaganda, mazkur giyohvandlik vositalari, o'sha sintetik giyohvandlik vositalari Toshkent shahrida tarqalib, fuqarolarimiz, yurtdoshlarimizni zaharlashi mumkin edi. Mana shu tezkor tadbir natijasida qanchadan qancha yurtdoshlarimizni zaharlanishining oldi olindi. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirgi kunda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, eslatib o'taman, agar sizda giyohvandlik vositalarini tarqalishi, sotilishi haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, Telegram orqali Stop Narkobotga murojaat qilishingiz mumkin. Sizning murojaatingiz asosida tezkor tadbir o'tkaziladi va qonun ustuvorligi ta'minlanadi va murojaatchini shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi. Bu orqali biz mahallamiz, yurtimiz, shahrimizning xavfsizligiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lar edik. Navbatdagi tezkor tadbir poytaxtimizning Uchtepa tumanida o'tkazildi. U yerda ham tezkor xodimlar tomonidan o'tkazilgan maxsus tadbir davomida giyohvandlik vositalarini zakladka usuli bilan tarqatib yurgan shaxs qo'lga olingan va uning yonidan katta miqdordagi giyohvandlik vositalari topilgan. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Mazkur tezkor tadbir natijasida qanchadan qancha yurtdoshlarimizni zaharlanishi oldi olingan. Keyingi holat Olmazor tumanida qayd etildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida o'z xonadonida katta miqdordagi giyohvandlik vositalarini saqlab kelayotgan shaxs aniqlangan. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaroning xonadoni xolislar bilan ko'zdan kechirildi. U yerda yashil rangli o'sha nasha giyohvandlik vositasi topilgan va daliliy ashyo sifatida olingan. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, bugungi kunda tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Avval xabar berganimizdek, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali giyohvandlik vositalarini sotishga ixtisoslashgan, sotish uchun moslashtirilgan o'sha Telegramdagi botlar
fosh qilingan va ularning adminlari qo'lga olingan. Hozirgi kunga qadar 4 ta jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Ular tomonidan turli xildagi giyohvandlik vositalari aynan o'sha bot orqali mijozlardan buyurtma olib sotishga erishilgan. Ular Toshkent shahrining 12 ta tumanida giyohvandlik vositalarini tarqatish uchun tayyorgarlik ko'rishgan va xodimlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida ularning faoliyatiga chek qo'yilgan. Ular pullarni o'sha kripto hamyonlarga o'tkazgan holda O'zbekiston Respublikasidan tashqariga olib chiqmoqchi bo'lishgan. Tezkor xodimlar tomonidan o'tkazilgan tadbirlar natijasida ularning faoliyatiga ham chek qo'yildi. Bot adminlari barchasi qo'lga olingan, zakladchiklik qilib ishlagan shaxslar ham qo'lga olingan. Holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, bugungi kunda tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Barchasiga nisbatan, ya'ni gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Demak, keyingi holat Yashnobod tumanida qayd etildi. 4 nafar shaxs, ya'ni jinoiy guruh qo'lga olingan. Ulardan 3 kilogramdan ortiq bo'lgan giyohvandlik vositalari daliliy ashyo sifatida olingan. Mazkur tadbir Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazildi. Tadbir davomida 3 kilogramdan ortiq giyohvandlik vositalarini tarqalishi oldi olindi. Mazkur moddalar Toshkent shahrida tarqalib ketganda ko'plab yurtdoshlarimiz zaharlanishi mumkin edi. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilar qamoqqa olingan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasiga ko'ra 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Toshkent shahrida bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda. Agar sizda giyohvandlik, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, Ichki ishlar vazirligining ishonch raqamlariga yoki bo'lmasam Stop Narkobot orqali murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatchining shaxsiy ma'lumotlari sir saqlanadi va siz giyohvandlik vositalarini tarqalishni oldini olishga o'z hissangizni qo'shgan bo'lar edingiz. Mazkur videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Fikrlaringizni izohlarda yozib qolding. Xayr, hamisha salomat bo'ling.